Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Biz bugun Namangan viloyatining Qo'g'ay qishlog'idamiz. Shu ukamizni Kamoliddinda ishlarini ko'rib qiziqib keldik. Endi bizni qadrdonlarimiz iltimos qilishgandiki, ko'ring, biling, bizga ham shu yoshlarimizni olib ishlatsin, foydalansin. Ham qulaylik yaratish maqsadida shu biz sizni huzuringizga keldik. Endi bu sizni buni chiqarayotgan mahsulotlaringizni qulayligi, afzalligi qolganlarga nisbatan farqlari bo'ladi albatta. Qanaqaligini bir qator tushuntirib bersangiz, bizning muxlislarimiz ham kelib hal qilish mumkin. Telefon nomerlaringizni aytsangiz, shu murojaat qilishadi. Mana biz Sizlar rahmatulloh. Rahmat. Xo'p, aka, shu bloglar bilan shug'ullanamiz. Bu birinchidan, ikkinchidan apparaturalar bilan shug'ullanaman. Yaxshi. O'zbekiston bo'ylab apparatlarni ham yetkazib beraman. Shu gipsoblok apparatlarini olib borib o'rnatib, ustanovka qilib yo'lga tushirib beraman aka. Yaxshi. Narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz apparatlarni. Yana bitta savol bor. Bu gipsa bloklaringizni necha razmeri, qalinligi, bo'yi, eni? Xo'p, bu yerda og'irligi 20-30-60 bor. 12-30-60 bor. Farqi bor ekan ikkovlarini. Farqi bor. Bunisi pergorodkalar uchun. Keyin o'rnida legolilarimiz ham bor, teshikli, turbali. Latokka o'xshagan. Shunaqasi. Turburchak. Teshikliklari bor, tumbalari, latoklari bor. Narxi qanaqa endi bular? Narx-navosi endi manovlarimiz joyida mana shu yerdan berishimiz hozir 9000 so'm hozirgi kundagi narxi. Endi narx-navolar oshyapti. Buni razmerini aytib o'tib keting o'rtada. Bunisi o'sha 20-30-60. Mana bunisi 12-30-60. Bular ish puldan. Bulari 6300 so'mdan shu yerdan. Bulari 9000 so'mdan. Buni ikkitadan kattaroqqa o'xshar ekan, bunda juplasa, undan kattaroq bo'ladi. Bundan ko'ra kattaroq bo'ladi ikkitasini juplasa, chunki 24 bo'lib qoladi. Yaxshi. Endi aka, quyilish jarayonlari shu oddiy, mana shu yerda o'zimiz qo'lga quyapti. Mana shu bolalar. Yaxshi. Quyish uchun endi 2 ta, 3 ta odam bo'laveradi. Misol men 6 ta qolib qo'yib berganman, 7 ta edi, bittasini mana chiqarib qo'ydik. Joy sig'mas ekan. Hop, 6 ta qolib bilan ham bir kunda 350 ta, 400 ta quyishyapti. Eng kami 350 ta quyishadi. Valloh. Necha kishi? 2 kishi. 2 kishi. Sherigi bor, sherigi ham chiqadi. 3 ta bola bo'lsa, hozir ko'proq quyadi. Yaxshi. 450 ta, 500 ta quyishadi. Endi mana sotish bilan ham apparaturalarni sotish bilan shug'ullanaman deyapsiz. Endi bitta savol tug'iladi-da, oladiganlarga yangi ish boshlayman deb qiziqib turganlar bo'ladi. Siz olib borib bu texnikalaringizni olib borib yangi nimalaringizni o'rnatib berib, ishga solib berib, haligi nima deymiz? O'sha birinchi ish boshlayotgan odamga ko'mak yordamlaringiz qanaqa variantlari bor, shu to'g'risida ham oz gapirsiz. Xohlasa shu mendan apparat olgan odamga xuddi shunaqa holatda chiqarishni o'rgatib, chiroyli ko'rsatib beraman. Go'standardan o'tadigan holatda ko'rsatib beraman. To ishga tushib, ko'nglidan chiqmaguncha shular bilan birgaman. Hamma yoqda o'rgatib. Video orqali ham o'rgatib beraman. Kirib borganda quyish jarayonlarini o'zlariga ham quydirib, shunaqa ko'rsatiladi, o'zlarining qo'lidan keladigan bo'lgandan keyin aytiladi. Yaxshi. Dastlabkalari boshqa hammasi o'zingiz telefon nomeri orqali bo'lsa kelishib gaplashib olaverasizlar. Olib borib, o'rnatib, dastlabga qilib berib, shu ichida holatiga abishni qoliplarimizdagi bo'lsa, bir komplektda shu 3 ta qolip bo'ladi. Latok kolonnasi, kompressor, mikser, pulzatorigacha hamma yo'q bor. Hammasi o'zida bor, nihoyat aytadi. 1000 ta blok ketadigan geli bilan olib borib o'rnatib berishimiz, mana shunaqa holatdagi blok bo'lsa, $850 O'zbekiston bo'ylab Toshkentdan bu yoqqa kelishtirilgan holati bor. Uyimizga kelib oladigan bo'lsa, uyimizdan $700 qilib beramiz shular. Uyingizdan kelib olib ketsa $700 ga, siz o'shanda ham siz olib borib o'rnatib ishga solib berasiz. Yo'q, o'shan uydan kelib $700 ga olib ketadigan bo'lsa, yotoq joylarimiz bor. Kelib mana shu yerda seximizni o'rganadi. Seximizni o'rganadi. Ish o'rganib oladi. Olib borib o'zi mustaqil. Xullas kelishib olasizlar. Yaxshi. Keyin ma'qul. Apparatlarni ham ko'ramiz, xudo xolasa ishlaringizga omad, mana barakasini bersin. Yoshlar omadlarini bersin, ilohim. Rahmat. Misol yuqorida va'da berganimizdek bu Kamoliddin ukamizni bu va'da berdik, bu sotuvdagi narsalarni mana yoshlarni ish bilan band qilish, gaplarimizni cho'zmaymiz, tezda mana bularni ko'rsatib bersangiz, mana bu komplekti qancha turadi? Bu komplektlarimiz aka, mana shu 3 ta qolipimiz bir komplekt hisoblanadi. Bunga tegishli narsalar kompressor, mikser, pulzator, penegenerator, loy bochkasi, bir paqir geli ichida holatiga, latogi, kolonnasi 2 ta.
Shunimiz narxi O'zbekiston bo'ylab $850. Toshkentdan buyog'iga bo'lsa, kelishtirilgan joyda bor. Uyga kelib olib ketadigan bo'lsa, $700 ga beramiz ekan. Yaxshi. Bu O'zimizni sig'imizdagi qoliblar. shunday olib qo'yadi, hamma mahsulot chiqaveradi. Mahsulot chiqaradi. Juda yaxshi. Uni o'rgatib, hamma yo'qni shu. Juda yaxshi. Endi bunisini ko'ramiz, bunisini. Bularimiz yevro qolib hisoblanadi. Ha, farqi shunda. Farqi shunda, $50 ga qimmat. Ha, nimalari ham qalinroq, materiallari. Materiallari uchlik plyusovoy, magnitogorskiy listlar, sharnirli, tagiga rezinka qo'yiladi. Xohlasa suv oqmaydi. Bu ham xuddi shu komplektda-yu, narxida farqi bor. Gibridligini hisobiga ham jicha farqi bor. Buning narxi $870. Ha, yaxshi. O'zbekiston bo'ylab. Agar hammasi abishniy holatda deydigan bo'lsa, xuddi shu variantni $850 qilib beramiz. Ha, shunday qo'yilganda mahsulot chiqaveradi. Chiqaradi. Endi bunisi. Endi bunisi xo'p, Lego variantimiz. Bunda ham xuddi shunday komplektda shu kompressor, mikseri, generator, loy bochkasi, lotop kolonnasi, bir paqir geli ichida holatiga $1000 O'zbekiston bo'ylab, uyga kelib oladigan bo'lsa $900 qilib beramiz ekan. Hamma yo'q ichida bor. Hamma yo'q ichida. Qolgan narsalarni o'zi telefonda gaplashganda muloqot hamma gaplashib olaverasizlar. Doполнительный qolib oladigan bo'lsa, xuddi shunaqa varianti doполнительный qoliblari 3 milliondan qo'shilib ketaveradi. Yaxshi. Ha, muloqot davomida o'zlaringiz gaplashib olasiz. Endi bular. Endi bularimiz перегородкali 10lik, 12lik. Bunimiz narxi 1.950.000 so'm 10ligi. 12ligi haligi yuqorida ko'rganimiz chiqayotgan mahsulotlar. Ha, shunday. Yaxshi, endi bu yerda gelimiz turibdi. Nima buni parashyutlarimiz O'zbekiston bo'ylab 1 million so'm. Uyga kelib oladigan bo'lsa, 9 so'm qilib beraveramiz. Qolganini o'sha nimada davomida telefon orqali muloqotga chiqsa, hamma o'zi tushuntirib berasiz, hamma holatga kelishib olaverasizlar. Olib borib o'rgatib Ha, hurmatli azizlarim, shu bilan mana qadrdonlar ozgina ma'lumot berdik. Yoshlarimizni ish bilan ta'minlash niyatimiz shu. Yoshlarimiz bekor yurmasin, bir foydalansin, o'zi foydalansin, xalq foydalansin, yurtimizni rivojiga qaysidir yaxshi yo'l bilan o'zini hissasini qo'shib, haloldan topib, haloldan sarflashga yoshlarimizga, kelajagiga omad tilaymiz. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishib, ko'paysin. Omadlaringiz bersin. Rahmat azizlarim. Salomat bo'linglar. Keyin ko'rishguncha.